Bir oyda dorilarga necha pul sarflaysiz? Balki davoni tabiatdan qidirarmiz. Bu shifobaxsh ne'mat haqida hattoki muqaddas kitobimizda ham keltirilgan. Ming dardga davo asaldir. Endi bu tabiiy asalning foydalari haqida Abu Bakr dodamizning avlodlaridan bilib olsak. Asal o'zi ming dardga davo. Tabiiy toza asal iste'mol qilinganda, ayniqsa yosh bolalarimizda qon aylanish sistemasini yaxshilab beruvchi, kuch-quvvat beruvchi, immunitet ko'taruvchi, yuqori nafas yo'llaridagi kasalliklarga shifo beruvchi sanaladi. Bir kunda bir osh qoshiq asal yeyishingizni o'zi bundan-da ko'proq narsalarga ega bo'la olasiz. Hozirgi kunda mana ko'ryapmiz, tabiiy asalga har xil mahsulotlarni qo'shib chiqarayotgan ekansizlar. Bularning ichida nima bor hozir? Hozir toza asalimizga ularga qo'shilib qorishma qilingan sedanali asalimiz bor. Keyin yana toza asal bilan qovoq urug'li asalimiz bor. Tashqari yana mix asalimiz bor. Buni tarkibida bodom, yong'oq qo'shilgan. Ayniqsa shu bahor oylarida ko'p narsalarga davo bo'ladi. Hozirgi kunda mahsulotlarimizni uzun market ilovasiga joylaganmiz. Mijozlarimizga qulay bo'lish uchun bemalol murojaat qilib olishingiz mumkin. Demak, Erkinovna Xani asallarini siz bemalol butun O'zbekiston bo'ylab uzun market ilovasi orqali buyurtma berishingiz mumkin bo'ladi. Endi Mavjud opa bizani mana 22-mart kuni bo'lib o'tadigan milliy partiyamizga aynan shu Erkinovna Xani asallari ham homiylik qilishyapti. Bayramga keladigan qizlarimizga nima sovg'a tayyorladinglar? 10 ta mehmonimizga shu yerda turgan turli xil asallarimizdan 10 tasini hadya qilamiz. Tabiiy asal haqida bilmoqchi bo'lsangiz yoki buyurtma bermoqchi bo'lsangiz, Erkinovna Xani Instagram profiliga obuna bo'ling va bemalol buyurtma berishingiz mumkin. Organizmingizni dorilar bilan emas, tabiiy mahsulotlar bilan to'ldiring. Hammanglarni 22-mart kuni milliy partiyada kutib qolamiz.